12 xil payvandlar test qilyapti bu yerda Javier. Yana 3 yil tekshirishim kerak Gizela 17 ni. Hozircha o'sish tezligi, mevani razmeri menga ma'qul kelyapti Gizela 17 da, lekin hali testimiz tugamadi. Faqatgina shimellarga ishonib boqchanglar. Complementary. Bu qo'shimcha doimiy ravishda qo'yiladi. Hech qachon asosiy qo'yilmaydi. Aridan keyin arini ichiga yana qo'shimcha ravishda qo'ysa bo'ladi. 95% ish giloslarda faqatgina o'zaro cross pollination deydi, ya'ni o'zaro changlanish, ya'ni boshqa navdan bu boshqa navga changni kelib tushishi orqali bo'ladi. Hamma yo'q to'g'ri reja qilinglar, changlatuvchi hammasini qo'yinglarda, SLD'lar ya'ni bir-birini changlata olsin va boshqa mo'jizaviy dorilarni unutinglar. Agar men o'sha dorilar sepkingacha noto'g'ri ishlar qilsam, yaxshi ish qilmaydigan bo'lsam, bu dorilar menga hech qachon yordam bera olmaydi. Intensiv giloslar, karlik giloslar, masalan, issiqda hech qanaqasiga o'zini himoya qila olmaydi terimdan keyin. Balki razmeri yaxshi bo'lar, erta meva qilar, lekin issiqda o'zini himoya qila olmaydi. O'sha himoyalangan bular o'zi. O'sish tezligini hisobiga qaranglar, shox kattaligi, uzunligi ham. To'g'ridan to'g'ri daraxtga quyosh radiatsiyasi uradi. I can do doubling for the next year. Keyingi yilga ikkitalik ko'paytiradi. Rootstock and variety combination. Klimatimizni, iqlimimizni, tuprog'imizni o'rganaylik detalni va undan keyin to'g'ri payvandlik va nav kombinatsiyasini topaylik. Javier bilan juda ham ko'p. How many rootstocks you are testing here? 12. 12 xil payvandliklar test qilyapti bu yerda Javier. Ilmiy ish qilishyapti. You are doing in collaboration with which company? Agromillora. Agromillora bilan. And we are testing here 5-6 new rootstock from Michigan. Michigan shtatidan 5-6 yangi payvandliklar, vishnyaniki. The Pico 1. Pico bir bor. Gisela 6, Gisela 12, Gisela 13 and Gisela 17. Gisela 12, Gisela 13, Gisela 17. And as a normal rootstock to compare the Adara. Va boshqa o'zimizda standart o'sadigan Adara payvandligi bilan hammasini solishtiryapmiz bu yerda. 1 hectare or half? Half hectare. Yarim gektarda 2 varieties. 2 varieties. Some rootstock 2 varieties. One early and one late. 12 ta payvandlik bo'lsa, Svitariana o'sha 12 ta payvandlikda, Svitsaretta ham 12 ta payvandlikda. And then you have rows. Yes. For each rootstock or? No, in the same row you have 2 rootstocks or 3 rootstocks. 2 varieties or 3 varieties. Har bitta qatorda 50 trees per trial. 50 ta daraxt ekan har bitta kombinatsiyada. Shuning uchun yarim gektarga joylashgan. Come here. We are also 12 ta bo'lsa 24 ta kombinatsiya, 24 da 50 ga ko'paytirsak, 1000 tadan oshiqroq we are also testing the This new is 3 meters, eh? 3 by 1? Yeah. 3-1, 3-0-5 depend on the rootstock. Sometimes it's bigger. Yeah. 3 ga 1 ekilgan umumiy karlik yarim pakanalarda va tez o'sarlarda orasini kengroq ekkanmiz. And Gisela 17, what do you think about? Oh, it's very strong. For now I like the production and the size, but we need to check. It's the 3rd year. I need minimum 3 more years. Yana 3 yil tekshirishim kerak Gisela 17 ni. Hozircha o'sish tezligi, mevani razmeri menga ma'qul kelyapti Gisela 17 da, lekin hali testimiz tugamadi. 4 rows, we are testing the new varieties from Bologna University, the bicolor varieties, the new ones. They have like 20 new varieties. Ya'ni o'sha rangerga o'xshagan tipdagi. Like ranger. How many new? 20 varieties. 20 ta Bologna universitetining 20 ta yangi sariq gilos navlarini test qilyapman. Ularning nomi Golden ya'ni tilla degan seriyasi. Mana Sweet seriyalarini bilasizlar, Svitariana boshqalar. Bu Gold seriyasi bo'lib chiqqan va hali nom ham qo'yilmagan. Javier birinchilardan bo'lib Ispaniyada bu narsani tekshiryapti, 20 xil navini. Zo'r gilosimizni oldidamiz hozir. Royal Tioga. O'zbekistonda umuman butun dunyoda desak ham bo'ladi, eng erta pishadigan, o'zini changlatadigan, kalibri ham 28 ga yaqin bo'ladigan. Agar kecha Shuhrat Abrorov ustozimizni Ispaniyadan ustozimiz Javier Parnigidagi issiqxonasidagi Royal Tiogani ko'rsatishdi. Ya'ni Royal Tiogani kalibri u haqiqatda juda mayda bo'lmas ekanda. Ya'ni shunaqa gap bor edi, 26-28 dan o'tish qiyinroq degan ma'lumotlar bor edi, lekin u yerda ko'rdingizlar 30 dan baland edi. Hozir ham mana Royal Tiogani oldida turibmiz. Erta kirgorlarga Royal Tiogani ekish tavsiya qilamiz. O'zini changlatadi. Kalibri 26-28. Hosildorligini mana ko'rib turibsizlar. Hosil juda ko'p. Bemalol Royal Tiogadan bog' qilishni tavsiya qilamiz. Nonchontolga murojaat qilinglar. Regioningizga mos mana agar issiqroq hudud bo'lsa,
Royal Tiogani tanlaymiz. Tuprog'ingizni o'rganib, to'g'ri podvoy, klon podvoymi, vishnadami, ularni ham tanlab berishingiz mumkin. Okay, so looks nice. Let's have a look to the bicolor. Sariqlarni ko'raylik deyapti. Come Bu here, sortlarda. okay. You have maybe the early variety there? Yeah, I have one early, but I don't remember where. Sariq giloslar ichida ham erta pishari bor deyapti. Sariq qattaligini bilmayman. Nimasi bor edi kecha? Xaritasi bor edi kecha, hozir yonimizda yo'q. It's here, but we need to wait to see the result. Hali endi oxirgi Maybe one more week. bitta. Yana bir haftacha bor With cracking. Ha, yorildi. After Yomg'ir rain. kecha ham yog'di, normalniy yomg'ir yog'di. Let's see buni ta'mini ko'rishimiz kerak. It's firm. Ah, it's very firm. You spray jib here? No, not yet. Gibrini sepilmagan. Let's see Hozir the mana other one. ovozini eshitamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Juda ham qattiq. Okay. Shirin. I like this one. This one is very good. Very early and good. But Juda ham erta pishar mana bunisi. Menga yoqdi deyapti. we need to wait minimum 3-4 more years to check Yana the 3-4 yil tekshiraylik, yana aniq bilamiz. firmness, So cracking sensitive to is cracking. bu yerda yorilgani yo'q hozir. Shuni ham menga yoqyapti deyapti hozircha. Ya'ni this is all code, eh? Gold. There is no Gold? coded. But There is yes, no gold. name. Yes, no Ah. name. No name. Just Hozircha gold. nomi yo'q, faqat kod ostida. Just code. Raqamli. You put bees? Bumblebees. Allah qo'ygan. You put the center, eh? Yes. Usually or to the end also. I share all the orchard. I Meni split. 3 ta mana yonma ham qo'ygan. Yana 3 ta, so 9 places in one row, this row. 9. 9 3. boxes. Let's say here we have more than necessary because I had these bumblebees into the greenhouse. I say, okay, let's put outside. Teplitsaga qo'ygandan keyin olib chiqib 8-10 tashqariga qo'yib hectare is qo'ydim. okay. 1 gektarga 8 ta 10 ta mana shu. But it's always Shmeldan qo'ygan. an extra, a complement. Never trust just in bumblebees. Put always bees and you Doim can make a ari complement. qo'yishimiz kerak. Doim ari faqatgina shmellarga ishonib bog'changlar. It's complementary. Bu qo'shimcha doimiy ravishda qo'shimcha ravishda qo'yiladi. Hech qachon asosiy qo'yilmaydi. Aridan keyin arini ichiga yana qo'shimcha ravishda qo'ysa bo'ladi. They work together, yeah? They Yeah, they don't work together. But the thing bir-biri is, bilan urushmaydi deyapti. if you Sure. see the forecast and you see very bad condition for the next blooming time, imagine that you are 10 days ago, 10 days before the blooming time, and you see, okay, the forecast say that it's gonna rain, we'll have low temperatures. Okay, you need to put some bumblebees because can't work in this condition. Demak, gullashdan oldin haroratga qaraymiz deyapti. Harorat zo'r, yaxshi kelsa, arilar o'zi yetadi asalarilarda. Agar yomg'ir yog'ib, havo sovuq bo'ladigan bo'lsa, обязательно nimalarga qo'yishimiz kerak, qo'shimcha ravishda. And now, let's talk little about the pollination because I sent you this Ghana Plus product that helps to fruit set. Many people think that for Valavoy, if we spray this product, it's gonna set a lot of crop. So what do you think about this, all these hormone kind of place things, Demak, Ghana Plus undan chaynalishdagi dorilar haqida so'radim. I believe in these products just in the pears or apples because the way to set is different. Olma noklarda bu dorilar ish berishi mumkin, chunki ularda meva tugishi boshqacharoq usulda. You know, in apples and pears, even without seeds, you can grow the fruit. Olma nokda bilasizlar, urug'siz ham mevalar o'saveradi. Ya'ni ichida o'sha kameraning ichida urug' bo'lmasa ham But not Yevropada here. aytishamiz, lekin gilosda unaqangi narsa yo'q. So these kind of products, all the products you can try in cherry, in peach, and nectarine, apricot, but let's speak about cherries. The 95% of the success is the pollination between bees. 95% ish giloslarda faqatgina o'zaro cross pollination deydi, ya'ni o'zaro changlanish, ya'ni boshqa navdan bu keyin boshqa navga changni kelib tushishi orqali bo'ladi. But again, let's take again the same conversation before. The first thing, the most important thing, the design of the orchard. Put the correct varieties, the correct number of Design. pollinator and compatible varieties. Albatta o'sha asosiy navda changlata oladigan changlatuvchilarni to'g'ri sxemada qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu o'ta muhim masala. To'g'ri gullaydigan paytda bir xil gullash kerak va uni changlata olish kerak va yetarlicha foizda sonida bo'lishi kerak. So what's the best pollination design you put usually?
Depending on the varieties, it changes maybe. Yes, when we plant the pollinators, we also are thinking in the harvest time, make it easy. So we are using 2 rows one variety, 2 rows of the variety, two. This is the best Eng way. oson terimga oson bo'ladigan dizayn changlatuvchilar tashlashda bu 2 qator asosiy sort va 2 qator yana boshqa asosiy buni changlata oladigan sortlar 2 qator tashlash eng zo'ri bu avvalo birinchisi. So, the abstract, do a good design, put the correct pollinator, the correct S alleles, Yes. compatibility, and forget the magic products. Hamma yoq to'g'ri reja qilinglar, changlatuvchi hammasini qo'yinglarda, SLD'lar ya'ni bir-birini changlata olsin va boshqa mo'jizaviy dorilarni unutinglar. You have a lot of magic products, for the pollination, for fruit set, for size, for color, for firmness. Okay, are good, but the 90% of the success is on your hands. Demak, management. juda ham ko'p gilos sifatini oshirishga ta'sir qiladi deyilgan mo'jizaviy qo'shtirnoq ichidagi dorilar juda ham ko'p. Qattiqligiga, shakariga, rangiga, meva tugishiga, lekin 90% bu o'sha dizayn paytida, ekish paytida hal bo'ladi. Shuni to'g'ri qiladigan bo'lsanglar va bizning qo'limizda 90% o'sha narsalar boshqarish, mevaning kam ko'pligi, qattiqligi hammasini boshqarsak bo'ladi. 90% ga va 10% and another 10% maybe it's complementary by the Yes, and products. they are very good, like gibberellic, like Masalan, calcium. gibberellin, kalsiy. Help to me a lot. Menga zo'r yordam beradi, to'g'ri. But if before that I didn't do a good management, I cannot solve with these products. Demak, agar men o'sha dorilar sepkingacha noto'g'ri ishlar qilsam, yaxshi ish qilmaydigan bo'lsam, bu dorilar menga hech qachon yordam bera olmaydi. If you are doing a good fertilization, especially in post-harvest, if you are doing the correct pruning and the correct time, correct thinning, depending on the variety. You know that Tioga should be by batch, maximum by flowers, depending on the variety. You are doing these 3 things properly, you are success. O'g'itlashni vaqtida qilish, endi bu terimdan keyin deyapti, o'sha sentyabr oyida o'g'itlashlar, gilosda to'g'ri kesish, shakl berish va seriylashtirish. Mana Tioga haqida aytib o'tdik jonli efirda. Gul kurtaklari paytida, gullashdan oldin yo eng kechki gullash paytida seriylashtirish bu o'ta muhim masala hisoblanadi. Bulardan keyin qo'shimcha ravishda biz dorilar ishlatamiz, yordam beradi. Assalomu alaykum hammaga. Norchontor ko'chachilik xo'jaligini kuzatuvchilari. Biz hozir Farg'onada, Marg'ilondamiz. Xayrullo akam bilan juda ham bir chiroyli bog'ga keldik. Xayrullo aka, bog' haqida fikrlaringizni aytsangiz, nima ekilgan, podvoy nima? Juda ham ko'zni qunatadigan. Xudo xolisa hammamizga nasib qilsin shunaqa chiroyli bog'larni qilish. Bog'imiz endi xo'p, sitarani ekkamiz, mana belkasini olsangiz bo'ladi, zicha yaqinlashtiradi. Xo'p, payvandagi selikka belkada ma'lumotlarimiz turibdi. Bag'ini olsak bo'ladi, Norchontor oldiki mana ko'chachilik, telefon raqamlarimiz. Xo'p, bularni biz kuzda olib kelib, kuzda ekkamiz Doniyorbek. Xudo xolasa mana o'sha ustozimiz ko'p ta'kidlab o'tganlar, o'shadagi Abrorov. Ya'ni kuzda ekilishlikda ko'chatni foydali, ustunlik jihatlarni, ya'ni umumiy pateriya shu masalasida dalshi bo'lmasligi to'g'risida. Biz endi mana kuzda ekamiz, haqiqatda pateriya mana o'zingiz ko'rib turibsiz, 100% ko'kragan. Okay. So, cracking is another doubling cracking. What do you think about some varieties? About doubling, every year we have more problems here because the last 5-6 years Oxirgi 5-6 yilda very hot temperatures, non-normal temperatures, more than 40, 41, 42 a lot of days. 41-42 gradus ham bo'lib ketdi biz regionlarda. So, okay, genetics is the most important, but you cannot choose the variety just for that. Sometimes you have one variety that can be adapted very well to your orchard, but it's sensitive to doubling. In this case, you need to manage with the pruning, with the Yashel Budama, with the don't do very soon, like shade a bit your trees till August minimum, because the doubling is creating itself during June and July. So avoid the hard pruning this time, delay that, irrigate very well after harvest. This is the big mistake for most of the growers. Yeah. That's that. Demak, ikkitalik bo'lish haqida ham savol berdim. Ya'ni qanday qilib biz ikkitalikni kamaytiramiz bog'larda? Avvalo yashil kesishdi, yozib kesishdi, erta qilmanglar deyapti. Mumkin emas. Chunki terimdan keyin umuman iyun-iyulda kurtaklarda isib ketishi, daraxtlarda isib ketishi bu ikkitalikni ko'paytiradi doim avgustgacha. Biz daraxtlarni kesmaslikka harakat qilamiz va sug'orishda yaxshilab boshqarishimizga juda ko'p giloschilar xato qiladi.
terimdan keyin giloslar sug'armaydi. O'shaning uchun bu muhim masala, sug'orishimiz shart. For example, have a look here. Kaolin spray, what do you think about kaolin spray? Kaolin is a good idea after Yeah? harvest, yes. It's a good Terimdan keyin idea. kaolin sepish ham yaxshi, kurtelarni. Just control the spider mites because when you spray kaolin, sometimes after this kaolin appears more spiders mite. Just control that. Kaolindan keyin chana ko'payish holatini kuzatgan ekan, o'shaning uchun shunga ehtiyot bo'lsanglar bo'ldi. But what do you think about rootstock? Okay, maybe the super intensive, the production is good, maybe the size will be good, but after the harvest, these trees have not any defense against the hot. Ha. It's very weak. Maybe it's good Intensiv for another giloslar, countries. karlik giloslar masalan issiqda hech qanaqasiga o'zini himoya qila olmaydi terimdan keyin. Balki razmeri yaxshi bo'lar, erta meva qilar, lekin issiqda o'zini himoya qila olmaydi. So next year I can have a lot of doubling. Keyingi In this yilda kind of menda systems. shunaqangi intensiv karliklarda ko'p ikkitali bo'lib ketishi mumkin menda. When we are discussing about the design of the orchard, we are talking also about that. Choose the correct rootstock and variety for your climate. Maybe for Germany is so good. But for O'zinglar Uzbekistan or regionlar, Spain, take care. Germaniyaga o'ta yaxshi bo'lishi mumkin. Gizelda o'shaqangi salqin regionlarda karliklar intensivlar. O'zbekistonda o'ta, Ispaniyada ham biz ehtiyot bo'lamiz, bu narsani qilmaymiz deyapti. Let's compare, for example, this rootstock, dwarfing, with Yeah. another normal. Masalan, bular karlik, mana bo'yini ko'ryapsizlar, u 1,5 metrga zo'rg'a yetib boryapti. Bu yoqqa qarab, mana o'sha daraxtlar o'syapti, katta bo'lib ketyapti. O'sha paymanteklarda o'sish tezligi juda muhim hisoblanadi. Have a look here. Mana bu I yerda can juda cover, I kattalashdi. can shade a bit. Bemalol men kurteklarda, undan daraxtlarda soyaroq, salqinroq ushlashi It's mumkin protected deb. O'sha by themselves. himoyalangan bular o'zi. O'sish tezligini hisobiga qaranglar, shox kattaligi, uzunligi ham, barglar soni ham. Yeah, it's completely different. It's completely different. 3 times more foliage. Yes, yes. Have a look here. There is shade. Tagida mana soya turibdi buni. Let's go to see again. Sorry. Endi to karlikni yana make it- bitta qaytarib ko'ramiz, tagida qanchalik soya bor yo'q. Ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Where is the shade here? Bu yerda mana tagida soya yo'q. Masalan, u yoqda ham xuddi shu tarafni ko'rgandik, mana tagida soyasini. Bu yerda xuddi shu tarafda turibdi. Bu So it yoqda means shoxlar kalta, that we have two barglar dangers. mayda. Two dangers, Shurat. Ikkita muammo paydo bo'ladi First bu of all, holatda. the sun can hit directly the radiation. To'g'ridan to'g'ri daraxtga quyosh radiatsiyasi uradi. It can do doubling for the next year. Keyingi yilga ikkitalik ko'paytiradi. But you know that even the doubling can appear also with other kind of stress, like a lack of water Masalan- or too much hot in the roots. Suv bermasanglar ham, yaxshi sug'ormasanglar ham ikkitalik ko'payaveradi, chunki harorat kurteklarda oshib ketadi va juda ham issiq bo'lib ketsa, karliklar masalan issiq regionlarda ildiz qismi isib ketganda ham ikkitalikni ko'paytirib yuboradi. For this reason, we put here the straw to Shuning protect uchun bu yerda mana the mulcha soil. qilganmiz. Mulcha qilganmiz ildizlarni himoya qilishga, ya'ni salqinroq tursin deb. Humidity here is always humid. Doim namligi, nimasi, salqinligi We are protecting the roots. Javier ertaroq menga aytdi, buni o'sha Qibrayda sizlardan ko'rib, keyinchalik menga ham ma'qul keldi o'sha karliklar qilishga. Bilasizlar, gizellar bog' bor edi Qibrayda. Hozir bizdik baribir issiqda bo'lmadi. O'shandan ko'rib men ham keyin qilishni boshladim. Albatta biz o'sha Lindon ustozimiz tavsiyasi. So each rootstock has his own management, but first to fight against the problem, let's try to avoid with the design. Let's choose another rootstock for our regions. Demak, bu muammolarga kirishdan oldin, ya'ni bu har bitta noto'g'ri qilgan xatoyimiz, muammomiz bizga qimmatga tushib boraveradi bog'da. Yaxshisi buni dizayn paytida bu xatoni qilmasligimiz kerak. Karlik, polukarliklar shu issiqqa moslashmagan, ularda ildizlari sayoz bo'ladi, sug'orish doimiy talab qiladi va ikkitalikni ko'paytirib yuboradi. And then later it becomes the size becomes another problem. Yeah. Meva razmeri ham o'z-o'zidan muammoga. We shouldn't fight against this kind of problems. We need to avoid. You are Biz not bular brave bilan to qattiq do that. You kurasholmaymiz are not da. smart. If you- Biz bu narsalarga qarshi kurashib, bir aqllilik qila olmaymiz deyapti. Eng yaxshisi bularni oldini olishimiz kerak, muammoga kirmasligimiz kerak. For the reason before to make a new plantation, let's analyze our climate, let's analyze our soil, and after that we can choose the correct rootstock and variety combination. Klimatimizni, iqlimimizni, tuprog'imizni o'rganaylik detalni va undan keyin to'g'ri paymantek va nav kombinatsiyasini topaylik. Thank you very much, Javier. You're welcome. Sog' bo'linglar. Podpiska bosishni unutmaymiz. Gilosga qiziquvchilarga jo'natib qo'yamiz. Juda ham ajoyib suhbat uchun Javierga
Katta rahmat. Thank you very much. Rahmat. 11 yillik agronom, konsultant Umarov Suhrob bo'laman. Faoliyatim davomida shunaqa xato bog' bo'yicha shunaqa katta xatolik kamchiliklarni ko'rolmanki, bu xato kamchilik shunchaki oddiy pul bilan yoki pul topiladigan resurs, lekin qaytmaydigan resurslar bor, bu vaqt hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi kunda shu bog'lardagi xatolik kamchiliklarni oldini olish maqsadida ustozim Shuhrat aka Abrorov noldan bog' qilish darslari, onlayn kurslarini tashkil qilganlar. O'zlarini ya'ni 20 yillik yig'ilgan jamlamalarini shu 3 soat 4 soatlik onlayn darsga joylashtirganlar. Ya'ni bunda nimalarga e'tibor berilishi kerak? Bog' qilinayotganda to yer tayyorlashdan boshlanib, mevalar pishib, yetilib, yashashga tushgunchidagi bo'lgan hamma davr ichiga olingan. Ya'ni bizga o'rgatgan, bizga bergan ta'limlarini shu narsani ichiga joylashtirib kelganlar. Ya'ni bu o'zi narxi 150 ming so'mdan sotilayotgan ekan hozir, lekin bu darslarning narxi 150 ming so'm emas. Bu darslarning narxi kamida 15 million so'mlik darslarni sizlar olyapsizlar. Ya'ni olayotgan pulinglar o'zingizda qoladi, bilim, ko'nikma sifatida qoladi.